Assalomu alaykum, aziz kuzatuvchilar, do'stlar, meni taniganlar. Hop, Mubashshir Ahmad domla haqida, umuman olimlar haqida bir o'zimni fikrimni aytmoqchiman. Tasavvur qiling, bir yurtda bir farzand tug'iladi. Uni ota-onasi yuvib tarab maktabga ilm olish uchun qancha mashaqqat qiladi. Ilm olishni boshlagandan keyin yana qancha mablag' sarflanadi, xalqning puli sarflanadi, ota-onasini puli sarflanadi. Ustozlarning mehnati alohida, asablar qancha umr ketadi, qancha vaqt sarflanadi o'sha insonni to bir o'sha maktabni, institut tugatib, to olimlik yo'liga o'tguncha mehnat qilinadi. Endi o'sha ta'lim olgan inson kelajakda olim bo'laman, shu millatga, yurtimga, ummatga foydasi tegadigan olim bo'laman deb olim bo'lish uchun yana qancha mashaqqat qilish kerak, yana qancha kitob o'qish kerak, yana qancha ustozlar qoldirgan merosni bir o'rganib chiqish kerak, tahlil qilish kerak. insonlarga bilim bera oladigan, insonlar uni olim deb tan oladigan darajaga chiqish uchun qancha mehnat qilish kerak. Men o'ylayman, Mubashshir Ahmad domla necha yildan beri ko'rsatadigan bo'lsam, shu millatim uchun, xalqim uchun, O'zbekiston uchun deb jon kuydiradigan inson. Bu millat bir olimni yetishtirish uchun qancha mashaqqat chekkani hozir hech kimni xayoliga kelmayapti. Mubashshir Ahmad domlani Mubashshir Ahmad qilib tarbiyalash uchun xalq qancha pul sarflagani, qancha mehnat qilgani, ustozni o'zi o'sha domlani o'zi qancha mehnat qilgani hozir shunchaki e'tiborga olinmayapti. Men o'ylayman, buni yurtimizda aqlli insonlar bor, buni tahlil qiladi, buni hisobga olishadi. Shunga yarasha bu insonga, ya'ni olimlarga, nafaqat bu inson, olimlarga shunga yarasha muomala bo'ladi deb o'ylayman. Ahli ilmman degan insonlarni hurmatini joyiga qo'ymas ekanmiz, jarga qarab ketaveramiz. O'zbekiston kelajagi buyuk deymiz-u, lekin mana bunday olimlarga o'zini hurmati darajada muomala bo'lmaydi. Mana necha kundan beri qayerda turibdi, oilasi ham bexabar ekan. Aqlli insonlar bor, men o'ylayman, ham siyosiy tarafdan, ham xalqni hurmati nuqtai nazaridan ham. Qolaversa, mana shu bir olimni hurmati nuqtai nazaridan to'g'ri yondashiladi. Har bitta qadamimiz, har bitta ishimiz dunyo miqyosida tahlil qilinib, kerak bo'lsa do'stu dushmanlarni kuzatib turibdi. O'zbekistonga do'st bo'lgan, O'zbekistonning kelajagini ko'rolmaydigan insonlar, davlatlar ham kuzatib turibdi. Har bitta qadamimiz, har bitta ishimiz o'zimizni ziyonimizga bo'lmasligi kerak. Xulosa bo'ladiki, O'zbekistonda olimlarga nisbatan salbiy fikrlar yuzaga kelmasligi kerak. O'shaning uchun o'qituvchilarga, ahli ilmlarga, olimlarga o'ziga yarasha hurmat ko'rsatishga majburmiz. Bu qanaqa tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar majburmiz. Endi masalan, menga nisbatan ham qanaqadir yoqmaydigan fikrlar bo'lishi mumkin. U fikrlar uchun insonni hurmatsizlik qilish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Bu mening shaxsiy fikrim. Hamma o'zini fikrini yoqadimi, yoqmaydimi bildirishga haqli. Biz erkin demokratik davlatda yashayapmiz va yanada demokratik davlat qurishga harakat qilyapmiz ekan. Mana shu narsalar alohida e'tiborga sazovor bo'lish kerak. Bu davlatda insonni hurmati, olimni hurmati yuksak darajada bo'lishi kerak. Bu bizni kelajak avlod kuzatyapti.
bizni qolgan ahli ilmlar ko'rsatyapti. Hamma nima bo'lar ekan deb ko'rib, kuzatib turibdi. Endi bitta ikkita insonga yoqmagan bo'lsa, fikri yoqmagan bo'lsa, qarashlari yoqmagan bo'lsa, bu degani butun millat uchun hukm chiqarish kerak degani emas. Har bitta inson huquqlarini u oddiy inson bo'ladimi yoki jinoyatchi bo'ladimi yoki bir yutuq bir olim bo'ladimi, o'ziga yarasha huquqlarni ta'minlab qo'yish kerak. Davlatligi mana shunda. Bu meni shaxsiy fikrlarim. Inson sifatida mana 4-5 yildan beri kuzatib turaman. Bu insonni millatga juda ko'p foydasi tekkan. Ayniqsa mana hozirgi hukumat yangi O'zbekiston haqida fikrlari men o'ylayman juda faqat foydadan xoli bo'lmagan. Endi yoqmagan fikrlari uchun butun bir olimdan voz kechish, bu men o'ylayman ahmoqgarchilik. Shunaqa. O'zbekistonda aqlli insonlar bor deb umid qilamiz va Mubashshir Ahmad domlaga o'ziga yarasha hurmat ko'rsatishlarini kutib qolamiz. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.